ko'ryapsizlar, bugun sizlar bilan o'sha va'da vodiyga yo'lga chiqdik. Ko'rishingiz mumkin, biz o'sha Perevaldamiz. Xudo xolasa birinchi to'chkamiz Namangan bo'lyapti. Kuzatishda davom etinglar. Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon hamma viloyatlarga boramiz. Zikoni o'zim bilan olganman. Sizlar bilan TDM o'ynaydi. Takoy yutganlarga erpalab berib, takoy xursandchiliklar qilamiz o'rtoqlar. Kuzatishda davom etinglar. Kommentariylarda yozinglar. Agar to'rtlatib olsanglar, bundan keyin sirazi ketdi. Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro qilib aylanib chiqamiz o'rtoqlar. Kuzatishda davom etinglar. Like esinglardan chiqmasin o'rtoqlar. Real Tenkodan ozorlashmaydi. Mana xudo xolisa Namanganga yo'l oldik. O'sha vodiyga chiqib ketyapmiz. Birinchi to'chka Namangan, xudo xolisa men Namanganga borib tagoy hamma bilan TDM o'ynab chiqamiz. Keyin odamlar bilan-da. Odamlar kelmasa ham garchi ko'chadiylar bilan o'ynab. Ko'chadiylar bilan ham o'ynab o'ramiz, hech farqi yo'q. Atmosfera zo'rligina. Jaydari hayot. Sparkchada. Radarga tushdik. Radarga tushamiz. Otishga ketgan. Lekin zo'r lekin. Havo ham takoy anaqa qiladigan havo bo'dda. Aylangan. Shunaqa zo'r joylarda ketyapmiz endi biz hozir. Hop. Voy. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolos nasib qilsa, aktiv bomba bo'ladigan bo'lsa, viloyatga bundan-da ko'proq narsa bilan, bundan-da kattaroq yo'nalishda chiqishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa o'ylab qo'ydim. Shu har bitta viloyatga borganimizda shu viloyatni znamenitli papgerlari bo'lsa, o'shalar bilan ham ko'rishib olamiz. Shu ko'ramiz. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Hozir havoni ko'ringlar. Bundan ochinglar, buni qarang ko'rsin. Radar. Atak bor, bir tarafdan yaxshi ham qilamiz. Gentrada BYDda chiqmasdan. Spark. Nimaga bilasizmi? Nega? Gentrada ham oynani yopib borib surardik. BYDda ham oynani yopib borib surardik. Yo'lga ahamiyat bermasdik. Hozir ham jaydar hayoti. Yo'llarga qarab. Lekin tonirovkamiz bor. Gapingiz to'g'ri bir tomonda. Ammo sekin daryolashni so'rardim. Birozni tepaliga chiqamiz, tortish qiynalibdi. Ketdi mana sur. Suradi. Bolaban sur. Yopishtirib qo'ydi ko'psini. Chiqib ketyapmiz, zikoyatdi. Odamni katta kichiga bo'lmaydi, chindan katta kichiga bo'lmaydi, to'g'rimi? Plus. Ziko plus bosyapti. Mana endi Paslu. O'rtoqlar biz gastinisadan chiqdik. Hozir endi afsonalar bog'iga qarab ketyapmiz. Soat 18:20 bo'ldi. 18:30 ga deganmiz. Xudo xolasa bu safar ham kim birinchi kelsa, shu birinchi kelgan odamga sovg'alarimizni beramiz. Baraka topsin. Oshna og'ayni bo'lgani yaxshi dema shunaqa payti. Hozir og'aynim kelgan. Namangandan bitta yaxshi og'aynim bor edi, shu kelgan. Bizim mashinamizni gastinisadan oldik, qo'ydik. Og'aynim mashinasida ketyapmiz. Og'aynim ham yurib qo'yadi takoy. Tonirovkani urib olgan. Hozir ketyapmiz endi. Mana. Bu kishi bizani olib ketgani keldi. Hozir xudo xolasa afsonalar bog'iga qarab ketyapmiz. Biz gastinisaga mashinani qo'ydik. Ziko shotda. Vrachga shotda. Ketyapmiz. Yo'lga chiqdik. O'rtog'im to'polon qilyapti mashinani oldiga o'tirib olib. Ha, bratan, o'ting. Hamma guzarida kechaverdi. Baraka top o'rtoq. Alloh rozi bo'lsin. Gastinisadan tagiga mashinani qo'yib ketyapmiz. Hozir endi afsonalar bog'iga boramiz. Afsonalar vodiysi bog'iga borib, tagoy sizlarga yaxshi kontentlar qilamiz degan umiddamiz. Real Tenkodan ozorlashmaydi. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Biz ikkovimiz, ha Ziko? Qani ishni? Ikkovimiz sekin signallar chatda yashyapti. Mana bizga o'sha afsonalar vodiysidagi parkga gap yo'q. Juda o'ta go'zal. Ishqim ketdi va amerikanskiysiga. Eng qizig'i bitta narsani aytaymi? Namangan haqida bitta narsani bilib qoldim.
to'y haqida emas, Namanganning o'zida mashinasi bor ekan, siz ham sezdingizmi? Suv bo'lib turar ekanda, soat 6 dan keyin. Sezilyapti. Bu narsani Boshqacha ekan lekin, boshqacha. Hozir biz Gulla bayramiga to'g'ri kelib qolamiz. Gulla bayrami bo'lyapti. Soatimiz 6:30 bo'ldi. Gulla bayrami bugun. Ha, 6:30 bo'pti. Biz hozir endi sekin berilgan lokatsiyaga qarab ketyapmiz. Mana. Mazza qilib yotibdilar ana birat. Pastligi qurilganda parik tushunishingiz uchun parik pastligi qurilgan. Anavli jinnisimi bilmayman. Parik pastligi qurilgan tushunishingiz uchun juda katta. Mana anaqada O'rta Osiyoda bitta bu. Endi bilmayman. Mashina men O'rta Osiyoda bitta deb eshitganman. Shunaqaga o'xshaydi. Juda katta bu, lekin meni shaxsan meni duxum yetmaydi unga. Amerikanskiy gorkiy tushishi mumkin, lekin aynan unga tushmasdim. Plus. To'g'risi. Lekin bugun Ziko yutqizib qo'ysa kimgadir, aynan shu dumaloq kalsosiga, baland kalsosiga chiqaramiz. Mushuk bo'lsa chiqadi. To'g'rimi, nima dedingiz? Mana. Kadr orti mehnat qotgan bola. Конечно. O'zingizga ishonamen, просто gapiravering bemalol. Siz Zikoni chiqaramiz. Ana. Ana o'zi, agar hech kim yuta olmasa deyapti Zikoni, o'zim birga bir tedam o'ynab yutib qo'yaman deyapti. Variantmi? Voy, otilyapti. Ha, tit degan narsa ketadi shu yerda. Hop, biz yo'l olamiz sekin berilgan lokatsiyaga. Xudo xolasa yaxshi video chiqadi degan umiddamiz. Ertaga Andijon. Wow. Real Tango. Aka, kanaliz nomi nima deb ish boshladi-yu? Brothers story. Ya astagfirullah. Ham syomka ketyapti polni. Hop. Afsonalar vodiysi katta deyishdi. Qatga lokatsiya bergansiz deyishdi. Lokatsiya berganman, lekin topib kelisha olmasa men nima sayib, to'g'risi. To'g'rimi? Ani urib ko'ramizmi? Siz Nimadan? Oqtepa zohir bo'yidan 2 xonali. Voy, yuring. Patiz yurib qo'yaman. Chap qo'lda yutib qo'yaman. Voy, bu biz parkka aylangan kirib ketyapmiz. Hop, o'rtoqlar kuzatishni davom etinglar. Bolalar, Afsonalar vodiysiga keldik. Hozir kim birinchi bizni lokatsiya bermadi-ku. Prosta mashinamiz deb qo'ydi. Kim hozir birinchi bo'lib topib kelsa, biz ana 663 lik beramizmi? Berdim, lekin lokatsiyani. Ber bo'ldingiz. Короче, Telegramda yozishdi. Keldinglar, bizni shu yerdamiz deganlar bor edi. O'shanga men turgan joyimizdan Telegram gruppaga emas, Telegram chatiga lokatsiya tashlavordim. Kim birinchi topib kelsa, mana shu videoda ko'rib oladi o'zi. 325 emas, 663 lik beramiz. Kim birinchi topib kelsa, yutsa yutqizsa farqi yo'q. Mana bolalar keldi. Mana shu bolalar. Qaysi biringlar birinchi? Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qatdan ko'rib kelyapsiz? Mashindan. Kanaldanmi? 663 siz yutdingiz. Yutsangiz yutqizsangiz tashlab beraman. Real Tangodan sovg'a sizga, addushi. Sizlar o'ynaysizlarmi, dedim? Malades, bolalar birinchi bo'lib kelishdi. Hozir ID'sini olamiz. ID'sini olib 663 tashlab beramiz. PUBG yaxshi ko'rasizmi? Xo'p. O'rtoqlar birinchi bo'lib topib keldi. Ismingiz nima? Umidjon. Namangandan birinchi obunachimiz bo'ldi. O'rtoqlari bilan keldi. O'rtoqlar yaxshi qiziqmas ekan PUBG'ga. Bu yoq kishim lekin tanir ekan. Sirazi Real Tango dedi. Bu yoq lekin PUBG qiziqar ekan. Hozir Ziko bilan o'ynatamiz. Agar dilintirsa o'ynagisi kelsa, agar o'ynagisi kelmasa ham 663 tashlab beramiz. Yutganiga erpa tashlab beramiz, bo'ldi. O'yin boshlanyapti o'rtoqlar. Birinchi o'yinimiz, birinchi ishtirokchimiz Umidjon. Xudo xolasa, sizlar bilmaydilar. 120? Biz xursand qilishga kelganmiz. Necha? 663 oladi hozir. Videoda tashlab berganimni ko'rsatib o'taman. Hozir o'yinni maza qilib ko'ringlar. Takoy emotsiyasi. 10 ta shotgacha o'ynaymiz. O'sha eskicha, конечно. O'sha eski pravilamiz. 10 ta shotgacha o'ynaymiz. 10 ta Necha FPS'da o'ynaysiz? 45. Boya kommentda yoz shu debollar. 45 FPS o'ynaydi ko'plar vodiyda. 45 FPS tushirib o'yna oladimi dedi. Shu savollarni video davomida berib o'tamiz. Qani Ziko? Bo'ldi aka. 45 FPS tushira olasizmi? Akroasi. Tushira olasizmi?
Necha FPS o'ynayapti? 45 ekan. 45 ekan. Yaxshi. Unda shotgacha. Voy bile, shuni menga berib yubordim. O'yin tugadi. O'yin tugadi bolalar. Yaxshi, yomon emas. O'yin uchun rahmat, Abdushiy. Bitta narsa tushunmayapman. Agar Ziko 3 shot bersa, meni internetim aybdor bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa internet slabый deb o'zim Rahmatdan internet beryapman. Bunday bo'lsa. Keling. IDZ eting. Yutganimga menga nimadir bormi? Yutganimga? O'sha anaqaga osmon opar dumalarga chiqmayman. Boshqa iloji yo'q. O'ldiradi u. Zikodan intervyu olib turing. Vallahi nima deysizlar endi mana shunaqa. 200 ping, 300 ping bo'lsa ham o'ynayapmiz, amallab endi boshqa iloji yo'q. 500 ga. To'g'rimi? Internet yo'q, sharoit yo'q. 90 do'st bor faqat. 45 FPS bilan 120 FPS bu nerealniy narsa. 45 olishi qiyin, sekin yiqilasan. 45 olishi qiyin. Endi 120 baribir opitniy bola bo'lsa, 120 endi opitniy bola 45 da ham yaxshi o'ynaydi. Opitniy bola bilan 120 endi qiyin narsa, juda qiyin narsa. Bola yutqizib qo'ydi. Endi baribir birinchi kelganiga UC berilyapti. Tasha beryaptilar. Zakadrim. Ufala. Bola ishonmayapti. Necha sekundda tushadi UC. Sam 3 sekund deyaptilar. Yo'q, unaqa emas. O'rtoqlar, real tenku-ku. Qaranglar, mana. To'xtab turing, mana. Bosaman. Ko'rsatmayman qanaqa tashlayotganimni. Просто mana bosaman. Akkauntingizni ko'rsatdim, yo'q keling. Instagram atmang. Mana Instagram bilasizmi? 0. Ha? Men internet ishlayapti. Hop. Mana qaranglar. Ketdi. Qarang. Tushdi uje. Tushdi. Ko'rsating videoga. Ko'rdinglarmi? 660 cc. Necha sekund ketdi? Necha sekund? 2 sekund. Nereal? Tashlab beraman, Real Tengo tashlab beradi Umidjon. Tabriklayman. Tabriklaymiz. Addushi. Birinchi kelgani uchun yutqizgan bo'lsa ham Addushi shu bolaga berdik. Yaxshi bola ekan. Vodiydan, aynan Namangandan o'zi ko'pchilik yozmagan edi bizaga. Prosta biz Namangandan nimaga boshladik? Lokatsiya bizaga shunaqa. Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon qilib Toshkentga qaytamiz. Andijonda lekin ko'p odam yozgan. Lekin shunda ham misol uchun bola topib keldi, gap bo'lishi mumkin emas. Endi hozir biza park kechidagi odamlardan topib, PUBG qiziqadigan odamlardan topib TDM o'ynatamiz. TDM o'ynayversa savol javob qilib, sovg'alar beramiz. Ketdi, bizani kuzatishda davom etinglar. Ketdi bolalar. Hop, biz hozir park kechida yuribmiz. Bolalar, assalomu alaykum. Hormaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oranglarda kim PUBG o'ynaydi? Hech kim o'ynamaydimi? Voy. PUBG o'ynaganlarda hozir sovg'a olardinglar. Jinnisini. Endi kelyapti PUBG o'ynayga. Ha, yo'q, kelsa biz shu yerda bo'lamiz, yeting. Agar bizani topib kelsa, pul mukofoti ham bor. Savol javobimizda undan tashqari birga TDM o'ynaydi, birga o'ynashadi. Agar bu bolani yutsa, erpa degan sovg'a padarik qilamiz. Baribir endi erpasini bilmaysizlar. Yetib qo'yarsizlar. Rahmat. O'zingni ehtiyot qiling. O'pti, o'zingni ehtiyot qilinglar bolalar. Omad. Biz bilmayman, Afsonalar vodiysida aylanamiz, PUBG o'ynaydigan bolalar kam. Pul mukofoti beraman deyapman, anaqa erpa beraman deyapman, PUBG o'ynaydigan bolalar chiqmayapti. Podpischalarim chiqdi, 3 ta 4 ta podpischkim keldi bo'ldi. Lekin ko'chadan ushab turib anaqa qilaman deyapman, PUBG'lar kam. Qattasizlar Namangandagi PUBG'chilar, qattasizlar. Odamni soniga emas. Tushundingiz-a? Yo'q, menga qiziq bo'layotgani Namanganda ko'p PUBG'lar bor-da, eshitganman rostdan. Qani o'shalar? O'shalar qani? Menga shu qiziq bo'lyapti. Qattiq yuribsizlar. PUBG'lar. Biz bilmayman, rostdan noto'g'ri lokatsiya tanlab qo'ydikmi? Bu yerda yosh kattalar ko'p ekan-da. Atrofni ko'rsating, aylanib.
yosh kattalar ko'p bo'ldi. PUBG auditoriyasini, oilalilik ko'p. PUBG auditoriyasini ko'rmayapman почти. Bitta ikkita podpischalarim Telegramda yozyapti, "Kelyapman" deb. Gap yo'q, topib kelishsa, beramiz sovg'alarni, muammosiz. Lekin men ko'p PUBG'lar deb o'yladim. Unaqa narsa chiqmayapti. To'g'risi, unaqa narsa ko'rmayapman men. Idalshi qidirishni davom etamiz. Gazini bosamiz. Baraki. Tepeye chiqib ketishdi. Vashi balandlaydi. Javob erta tashirmang. Nerealniy baland. O'rtoqlar, biz adashib qoldik. Riyam adashdi. Rostigasim adashdi. Oyoq og'rib ketdi. Cho'kkala. Yaxka. Yo'lni kechib yo'lni yo'qotib qo'ydi bilib To'xta, ya mayli endi gaplashaylik endi. Oyog'im og'rib ketdi degan dam olay. Bering, men gapirib ketaman, siz gapirib ketdingiz. Oyog'im og'ridi. Toshkentdamiz, appa. Uka, men seni bu aferistdan desam, qizil jinni ekansan. Keling, mendan intervyu oling siz. To'xta. Chiroyli kadr intervyu oling. Ismingiz? Voy. Bunaqa emas, bunday chiroyliroq. Ha. Biz hozir qayerdamiz? Biz hozir Afsonalar vodiysidamiz. Ha. Biz o'yladik PUBG'lar bo'lib ketadi deb o'yladik. PUBG'lar yo'q. Qidirib ham topa olmayapmiz. Lekin zo'r joy ekan, oilaviy aylanadigan joy ekan. Aynan menga tegishli ekan. Lekin keldi-yu bolalar, noshukr bo'lmaydi. Yo'q, keldi, gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Misol uchun bir 5-6 ta bola bo'ldi. Endi men bunaqa narsa kutmadim, men kattaroq narsa kutdim. Chunki ko'p odam yozuvdi. Ko'pchilik menimcha auditoriya bizani mana shu Andijon, Qashqadaryo, Buxoro, Qashqadaryodan lekin juda ko'p. Samarqanddan kelishadi. Ishonasizmi? 5 ta videoim bo'lsa, 5 ta videoimga borib, unga atvet yozmasam, atvet yozgan odamga borib turib, menga atvetga qilib, "Okey, balki qarshiga kelarsiz." Boramiz. Xolos, mana shunaqa yonadigan podpischiklar uchun boramiz. Bo'ldi, addishi. Kattaroq portfel bilan boramiz. Xudo xolisa. Kuzatishni davom etinglar. Biz yo'lni topa olmaymiz, yo'lni topdik. Biz adashib qoldik, hozir tushunishinglar uchun ko'rsataman. Nariyoqqa bordik. O'tdan nariyoqqa bordik. Короче, umuman даже yo'limizni topa olmayapmiz. Shunaqa katta park ekan. Yo'limizni topa olmayapmiz. Hop. Blokimiz bormi? Kadr bor-a? Hozir Cho'tki kadr. bitta joyda 20 ta aylandi, baribir yo'lni topa olmayapmiz. Biz adashdik, prekin. Bunaqa katta park deb o'ylamadim. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Juda katta park ekan. Lekin bular rostigasim adashdim-da. Prям rostigasim adashdim. Oyoqda oyoq qolmadi. 6 soatmi? 5,5 soat o'zi yurib, yo'l yurib kelganmiz. To есть rulda faqat men bo'lganman. Ziko yo'l boshlayapti. Odam charchadi lekin. Bizga Yo'l olish ham qiyin ekan. bizani Ziko yo'l boshlayapti. Hozir biz Zikoning orqasidan ketyapmiz. Ko'ramiz bizani qaqqacha olib borar ekan Ziko. Mayli. Lekin taslim bo'lmaymiz. Bu yengil bir shamol deb his qilamiz. Kuzatishni davom etinglar o'rtoqlar. Rossiyan, Tojikiston, Afg'on, Yibit. Markovlar Namanganga bo'lgan safarimiz tugadi, ko'rishinglar mumkin. Telem ham o'ynadik. Telem ham o'ynadi. PUBG'larni qidirdik, biz PUBG'larni topa olmadik. Afsonalar vodiysi park rosa yaxshi ekan, lekin u oilaviy park ekan. Tushunishinglar mumkin, kecha kelganimizda issiqlikda hozir stovib qillab qoldik. shamolladi, haqiqatdan shamolladi. Yasitsada ham kondisioner вообще big'illatib yubordi. Kecha zo'r bo'ldi. Afsonalar vodiysiga bordi. Yaxshi atmosfera, menga yoqdi masalan, Namangan. Menga ham yoqdi. Lekin PUBG o'ynaydigan odamlar yo'q ekan. Mayli o'rtoqlar, biz sizlar uchun mehnat qilishga chiqqanmiz, sizlar uchun ijod qilishga chiqqanmiz. Hamma yoqqa boramiz, va'da berganmiz. Farqi yo'q. Bitta podpischimiz bo'lsa ham hurmati bor. Shu uchun hozir biz Andijonga yo'l oldik, kuzatishni davom etinglar. Andijonni ham xudo xolasa yaxshi vloglar chiqarib, yaxshi kontent qilamiz degan umiddamiz. O'sha gap o'sha va'da, kim Zikoni yutsa, bitta erib. Ko'ramiz. Andijon ketdi. Kuzatishni davom etinglar.